Termoplintus bu isitish tizimlaridagi yangi yechimdan endi o'zbekistonliklar ham foydalanishi mumkin. Toshkentda Gecko Innovations kompaniyasining O'zbekistondagi yagona vakili tomonidan binolarni yangi isitish tizimi taqdimoti o'tkazildi. Innovatsiyali isitish tizimining namoyishi spikerlar va taklif etilgan dizaynerlar, me'morlar, isitish tizimlari sohasidagi mutaxassislar o'rtasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Gecko Innovations kompaniyasi faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri Termoplintus yangi isitish tizimini O'zbekiston bozoriga olib kirish bo'ldi. Termoplintusning afzalligi xonani unumli ravishda isitishdadir. Mazkur isitish tizimi devor va pol orqali ko'p miqdorda xonaning maydoni bo'yicha issiqlik energiyasini bir me'yorda taqsimlanishiga mo'ljallangan. Termoplintus bu yangi isitish tizimi. Uning qulayliklari ko'p bo'lib, har qanday joyda o'rnatish mumkin. Mamlakatda qurilish sohasi jadal rivojlanmoqda. Unga kiritilgan mablag'lar energiya tejovchi texnologiyalar orqali qaytishi katta ahamiyat kasb etadi. Taqdimot davomida dilerlik bo'limi boshlig'i tashrif buyurganlarni Termoplintus tizimi bilan tanishtirdi. Bizning mahsulot juda ixcham bo'lib, tarkibida maksimal darajada issiqlik o'tkazuvchi manbalar bor. Bu platon va alyuminiy. Xonaning isitish tizimi ishlashi bilan birinchi daqiqalardanoq havo ilishi seziladi. Plintus past kuchli issiqlik manbalari bilan ham haroratni saqlay oladi. Issiq plintus barcha inshootlarda, xususiy va ko'p qavatli uylardagi xonadonlardan boshlab ofis, kasalxona, maktab va do'konlarda qo'llanilishi mumkin. Radiator yoki issiqpol tizimiga nisbatan uning asosiy afzalliklaridan biri tejamkorligi va qulay dizaynga ega ekanligidir. Termoplintusdan foydalanish 30% gacha isitish xarajatlarini qisqartiradi. Oddiy o'rnatish tizimi plintus tashqi ko'rinishi, tekstura va ranglarning ko'pligi tufayli undan xohlagan interyerda foydalanish mumkin.